Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bugungi videomizda sizlarga Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy shahrida Taza aeroportda shu joy sotilayotgan adresni aytib o'tsak, bu yoqdan Taza aeroportning yo'lidan kelasizlar, Tamara to'yxona o'tgandan keyin zapravka bor. Zapravkaning orqa tarafida bu joy o'rin 6 sotik, 2 spalni, bir zali, pajanog'oti, banyasi bor. Bu yer maktab desatga yaqin. Chegarasini ko'rsatib o'tsak, bu taraf polni chegarasi shu yerda. Joyning razmeri 11 metrga, orqa tarafga 12 metr ekan, hal tarafi 11 metr ekan. Endi bu yoq tarafida 9 metr joy qolgan ekan. Bu yer ham ko'tarilib turibdi. 9 metr joy bor. Kranti bor. Ya orqa tarafi. Sizlarga joyning ichini bir qadar ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ro'zadan kirish. Pajanog'ot. Bu yerning razmeri 3,5 metrga ya 3 metrga 11 metr bor. Yanda ko'pasim yeri spa qo'yib qo'llasolgan. Bu yoq tarafida zali. Bu yer 3,5 metrga 7,5-8 metr bor. Kim bu yoq tarafida 2 spalni bor. Bu birinchi spalni. 3,5 metrga 4 metr bor bu yer. Bu yerda banyasi o'rtada. Banyasi 1,5 metrga 3,5 metr bor bu yer. Endi bu yerda bir spalnisi bor. Eshik va turgan ekan, ko'rsata olmaymiz. Buning ham razmeri 3,5 metrga 4 metr bor bu yer. Keyin bu orqa tarafi. Arka tarafı joy 12 metr bo'lsa, bu yoq tarafida 18 metr yer bor. Joyning hal tarafi 20 metr, 20 ga 30. Kim bu yoq tarafi ko'cha tarafi bo'ladi. Hali yo'l tushmagan. Bu yerda yo'l bor. Shu yerdan Bo'stonga chiqadigan yo'lning bu yoqqa ketsa Bo'stonga chiqib ketasizlar. Bu yoq zapravka. Fundamentlar ham mahkamiyat qo'yilgan. 50 ga 50 fundamenti. Atkozlarni yetib pishgan garibchidan urilgan. Joyning bahosini $16,000 aytilib turgan ekan. Egalarning nomerini yozib qoldiramiz. Telefon etib gaplashaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizni yoqsa like bosishni unutmang. Men sizlarga shunday foydali videolar chiqarib beraman.